Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan sabzining siz ehtimol bilgan va ehtimol bilmagan 11 xususiyati haqida gaplashamiz. Sabzi eng avvalo ko'plab vitaminlar va mikroelementlarga boyligi bilan foydali. Unda A, B1, B2, B5, B6, B9, S, E, K vitaminlari, temir, rux, yod, mis, margan, selen, xrom, ftor, molibden, bor, vanadiy, kobalt, litiy, alyuminiy, nikel, kalsiy, magniy, natriy, kaliy, fosfor, xlor va oltin gugurt singari mikroelementlar mavjud. Bundan tashqari sabzi serkaloriya emas. 100 gramm sabzida atigi 35 kilokaloriya mavjud. Aynan shuning uchun uni ko'pincha turli parhezlarga qo'shishadi, lekin mutaxassislar baribir me'yorni oshirib yubormaslikni tavsiya qilishadi. Axir hamma narsada baribir me'yor bo'lishi kerak. Sabzi birinchi o'rinda. Ko'zga foydali. Sabzi odamning turli a'zolariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo uning ayniqsa ko'zga ta'siri ma'lum. Bunga sabab shuki, sabzida A vitamini va karotin mavjud. Bu moddalar yetishmasligi sababli odamda qorong'ida ko'ra olmaslik va ko'z bilan bog'liq kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam qorong'ida yomon ko'rsa, ko'proq sabzi yeyish lozim deyishadi. Sabzining diabetda foydali ekanligi ham ma'lum. Sabzi qandli diabetdan aziyat chekadigan odamlar uchun betakror yordamchidir. Bunday tashxisli bemorlarga qaynatilgan sabzi yeyish tavsiya etiladi, chunki undagi antioksidantlar 34% ga ko'proq bo'ladi. Sabzi yurak va tomirlar uchun foydali sanaladi. Xom sabzining, ya'ni pishirilmagan sabzining bitta ajoyib xususiyati bor. U qondagi xolesterin miqdorini tushirishga qodir. Bu yurak va tomirlar uchun foydali bo'ladi. Shuningdek, bu sabzavotni muntazam iste'mol qilib, insult xavfini naq 70% ga kamaytirish mumkin. Gap shundaki, u bosh miyada qon aylanishini faollashtiradi. Sabzining tomirlarga foydasi tarkibida kaliy mavjudligi bilan bog'liq. Ildiz meva gipertoniklarning qon bosimini pasaytiradi. Shuning uchun yuqori qon bosimida ateroskleroz, venalarning varikoz kengayishi, insult va boshqa yurak tomir kasalliklarida sabzi yeyish tavsiya etiladi. Sabzining saraton kasalliklarida ham foydali ekanligi ma'lum. Sabzi saratondan profilaktika vositasi sanaladi. Olimlarning aytishicha, beta-karotin onkologiya ehtimolini 40% ga kamaytirishga qodir. O'rtacha kattalikdagi sabzida bu moddadan taxminan 3 ml mavjud. Ammo ildiz mevani faqat profilaktika vositasi sifatida emas, balki saratonga chalingan bemorlar holatini yaxshilash maqsadida ham iste'mol qilish mumkin. Sabzi iste'moli tufayli saraton hujayralari o'sishi ancha qisqaradi. Bundan tashqari sabzida saraton, gipertoniya, Parkinson kasalligining sababchisi bo'lishi mumkin bo'lgan erkin radikallarni bog'laydigan antioksidantlar ko'p miqdorda mavjud. Ba'zi olimlar sabzi odam umrini o'rtacha 7 yilga uzaytirishi mumkinligiga ishonishadi. Sabzi hazm qilishda foydali. Sabzi uglevodlar almashinuvini yaxshi nazorat qiladi va hazm qilishni yaxshilaydi. Uglevod almashinuvi buzilganda u sellyulit ko'rinishida tanada qoladi. Sabzi qabziyat va bavosinda ham foydali. Bundan tashqari ortiqcha vazni bor odamlar uchun nihoyatda ajoyib yordamchi. Sabzi ichakning bo'shashiga yordam beradi. Zararli moddalar va og'ir metallarni chiqarib yuboradi. Buyrak va jigarga ham foydalari bor. Sabzining buyrak va jigarni tozalab, hujayralarini yangilash xususiyati mavjud. Bundan tashqari o't va siydik haydash xususiyatiga ham ega. U qovuq va buyraklardan qumni chiqarib yuborishi o't tosh kasalligida ajoyib profilaktika vositasi bo'lishi mumkin. Go'zallikda ham foydali sanaladi. Sabzi yoshartirish xususiyatiga ega. Aynan u teri qarishiga qarshi kurashadi. Shuning uchun sabzidan kosmetologiyada ko'p foydalanishadi. Ildiz meva asosida yuz uchun ko'plab niqoblar tayyorlash, natijada hatto chuqur ajinlarning ham oldini olish mumkin. Bundan tashqari sabzili niqoblar teriga taranglik va navqironlik bag'ishlaydi. Yaralarga foydali. Ammo sabzining foydali xususiyatlari doim ham aynan ichki qo'llashda namoyon bo'lavermaydi. Masalan, kuyishda va yiringli yaralarda yangi sabzidan tayyorlangan bo'tqali kompress yordam berishi mumkin. Zero bu ildiz meva yaralarni bitirish xususiyatiga ega. Yarani yuvish uchun sabzi sharbatidan foydalansa bo'ladi.
Ayollarga foydali jihatlari bor. Homilador va emizadigan ayollarga sabzi sharbati iste'mol qilish tavsiya etiladi, chunki u ona sutining biologik sifatini yaxshilaydi. Sabzavot shuningdek ayollar jinsiy gormonlari me'yorida sintezlanishida yordam beradi. Bu esa ularga chiroyli va yosh bo'lib qolishga imkon tug'diradi. Erkaklarga ham foydali jihatlari yo'q emas. Sabzi tufayli erkaklarda jinsiy quvvat ortadi. Olimlar buni bir necha marta isbotlashgan. Erkaklar sabzi sharbatini ham iste'mol qilishlari mumkin, chunki u og'ir jismoniy zo'riqishlardan so'ng tez o'ziga kelishga yordam beradi. Bolalarga ham foydali. Bolalarga ham sabzini ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi, chunki u yosh organizmni virus va yallig'lanishlardan himoya qiladi. A vitamini tufayli bolalar tezroq va yaxshiroq o'sishadi. Tish va suyaklar holati yaxshilanadi. Ildiz mevaning shirinligi esa bolalarning yeyishiga juda mos. Sabzining yana bir muhim fazilati shuki, u ancha uzoq saqlanishi va o'zida deyarli barcha foydali xususiyatlarni saqlashi mumkin. Biroq hamma narsada me'yor bo'lishi lozimligini aslo unutmaslik kerak. Sabzini haddan ortiq iste'mol qilish karotin sariqligini chaqirishi mumkin. Me'yorida emas, aynan haddan ortiq iste'mol qilish. Oqibatda esa teri olovrangga kirib qolishi mumkin. Ana shundan ehtiyot bo'lish kerak.